Men Imom G'azoliyda Mukashafatul Qulub asarini yana qaytadan o'qigim keladi. Sababiki Mukashafatul Qulub haqiqatda o'z nomiga munosib qalblar kashfiyoti degan ma'noni anglatadi. Bunaqa kitoblar ko'p. Eng yoqtirgan kitobim Mir Muhsinning Me'mor asari. Farobiyning Hozir odamlar shahri asarini tavsiya qilgan bo'lardim. O'tkir Hoshimovning Dunyoning ishlari qissasini yana bir bor qayta o'qigan bo'lardim. Abdulhamid Cho'lpon aytganidek, adabiyot millat ko'zgusi hisoblanadi. Shu o'rinda men tavsiya qiladigan va o'qigan va qayta o'qiydigan asarlarimdan bittasi bu Chingiz Aytmatovning Sariqomat Dilbarim asari. Abdulla Qodiriyning O'tgan kunlar romanini yana bir bor o'qishni xohlagan bo'lar edim. Pirimqul Qodirovning Yulduzli tunlar romanini yana bir bor qayta murojaat qilib o'qigan bo'lar edim. Я очень люблю читать русскую классику. Мой любимый писатель Лев Николаевич Толстой. Обожаю читать его книги. Одна из его любимых книг Анна Каренина. Insonning eng yaqin do'sti bu kitob. Buyuk kishilarning shunaqa iborasi borki, mendagi barcha yaxshi xislatlar uchun men kitobdan minnatdorman deydi. Shuning uchun hammaga kitob o'qishni tavsiya qilaman. Ayniqsa buyuk ajdodlarimizning kitoblari. Masalan, men Boburnomani hammaga o'qishni tavsiya qilgan bo'lardim.